as-sadaqatu tasuddu 70 baban min as-su' dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Xayri ehson sadaqotlar insonga keladigan 70 xil yomonlikni to'sar ekan. Balolarni 70 xilini to'sib qo'yar ekan. Inna sadaqatal muslim tazilu fil umr va tamna'u midata as-su' va yuzhibullohu bihil kibra wal faqra wal fakhra dedilar. Musulmon odamni qilgan xayri ehson sadaqati birinchi umrini ziyoda qiladi. Ikkinchisi yomon o'lim kelishligini to'sadi. Uchinchisi Alloh jalla va ala undan kibrni ketkazadi. To'rtinchisi Alloh undan muhtojlikni, kambag'allikni ketkazadi. Beshinchisi Alloh undan faxrlanishlikni, kibrlanishlikni Alloh undan ketkazadi dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Chunki inson dunyoda ehson sadaqat, xayri ehson qilsa, umri uzun bo'ladi, balo qaytadi. Demak, unga yomonlik, muhtojlik, xorliklarni Alloh to'sib qo'yar ekan. Alloh subhanahu va taolo har birimizni ham shunaqa qo'li ochiq, saxiy bandalarning safida bo'lishligimizni Xudo nasib